Hammaga assalomu alaykum. Aziz aka-ukalarimiz, kanalımizga xush kelibsizlar. Agar kanalımizga yangi bo'lsangiz, videomizga like bosib, ya'ni kanalımizga obuna bo'lishlaringizni so'rab qolamiz aziz aka-ukalar. Ko'rib turganlaringizda xudo xolasa biz moshin bozorga keldik. Ya'ni Noxiya shartimiz moshin bozorga keldik. Bugun Islomimizga kelsak aziz aka-ukalarimiz 15-tuslo, ya'ni 03, ya'ni 2026 bo'ladi aziz aka-ukalarimiz. Ko'rib turganlaringizda xudo xolasa mana shu moshin bozorga nimaiki moshin bo'lsa qo'ldan kelgancha harakat qilib sizlarga syomka obzor qilib, ya'ni yillarni tanishtirib, nomer telefonlarini aytib o'tamiz aziz aka-ukalar. Agar videomizda kamchilik bo'lsa uzr so'raymiz oldindan. Bo'lsa sizlar bilan video obzorlarni to'liq tushuntirib o'tamiz. Videomizga like bosib, kanalga obuna bo'lishlaringizni so'raymiz. Hozir darshib ketdik. Aka-ukalarimiz, xudo xolasa mana video obzorimizni boshlab ko'rib turganlaringizda Mercedes E-Class, ya'ni 2011 shuna alyumin svitcha bo'ladi. Mana mashina tuzilishlari shunday iborat. Mana balonlar. Ya'ni Mercedes E-Class bo'ladi aka-ukalarimiz. Salonni ham. Bismillah. Salonda kojini. Arka salonda aka-ukalarimiz. Moshin qayerda aka? Moshin Qabadiyonda aka-ukalarimiz. Ko'rib turganlaringizda telefon nomerda hozir aytib o'tamiz. Telefon nomer 02 12 17 676. Telefon nomerda WhatsApp bormi? Aziz aka-ukalar, mana shu telefon nomeriga telefon qilsalaringiz dogovor qilib yurasizlar. Moshinda adresi Qabadiyonda bo'ladi, ya'ni bir telefon nomerda WhatsApp yo'q. Promay telefon qilsalaringiz xudo xolasa o'z bilan kelishib narx-navo qilib yurasizlar. Biz davom davom etamiz. Aka-ukalarimiz, davom etamiz. Xudo xolasa keyingi mashinamiz ham ya'ni Mercedes bo'ladi. Mana shunday Svita aziz aka-ukalarimiz. Mashinada adresi Qabadiyonda. Telefon nomerda WhatsApp bormi aka? Bir promay telefon nomeriga telefon qilasiz. O'z WhatsAppni so'raymiz. Ya'ni WhatsApp qo'llangan telefon nomeri bormi aka? Ichkari salonlar, ya'ni kojini ko'rib turganlaringizda mana. Arka salon. Aka telefon nomerni ayting aka. WhatsApp ham? WhatsApp o. Ayting. 4000 4000 setayak setayak avtobusi. Chand gufti aka? Chanta? 60 pound guftingizda. Yana muomalasi bo'ladi aziz aka-ukalar. Telefon nomeriga telefon qilsangiz WhatsApp bor. Ya'ni birinchi Mercedes E-Classni narxini 100 ming deyapti. U ham ya'ni qancha savdo bo'ladi. Xudo xolasa biz dalshib davom etamiz. Aka-ukalarimiz, keyingi mashinamizni ko'rib turganlaringizda ya'ni Hyundai Sonata bo'ladi. Ya'ni alyumin svitani balonlari sustainasi mana shunday iborat. Buni ko'rib turganlaringizda ya'ni motor ishlab turibdi. Mashin zavodit bo'lgan holda mana ko'rib turganlaringizda ovoz вообще yo'q. Mashin zavodit holda. Ichkari salonlarni ko'rsatib o'tamiz. Ichkari salonlar. Moshin kojini, конечно. Автомат коробка, электропакет. Arka salonlari. Patologlar. Moshin nechinchi? Da, hazır yozda. Bu hazır yozda. Telefon nomerni ayting aka. Aka-ukalarimiz Hyundai Sonatani ya'ni 70 ta deyapti. Qancha savdosi bor, muomalasi bor. Aka telefon nomerni ayting aka. 93 929 0303. WhatsApp bormi aka? Mashina adresi qayerda? Ya'ni mashinada adresi Shartuz rayonida bo'ladi. Aytilgan telefon nomeriga telefon qilsalaringiz, promay telefon nomeriga ham bo'ladi. Ya'ni WhatsApp ham bor. Bemalol kelishsalaringiz bor. Qancha muomalasi bor, biz davom etamiz. Aka-ukalarimiz Opel Astra shuna yashil svitcha bo'ladi. Mashina вообще четкий holatda, ya'ni mashina toza desak ham bo'ladi aziz
Ya'ni motion tayinlovishni mana motion tayinlovishni ko'rib turganlaringizda elektropaket moshina tuzilishi shunday holatda shunday mexanik ya'ni moshina arqa holati aziz aka-ukalarimiz. Moshina qancha bo'lyapti aka? 50. Telefon nomer bor? Ayting. 0 98 C5 C5 o? Bitta C5. O, WhatsApp dorami? Ha. Promo ha. Shu aytilgan telefon nomerlarga promo telefon qilsangiz, shu akamiz yuziga tushamiz, bemalol savdo qilaveramiz. Muomala bor ha. Moshina qayda adres? Adres ko'chada? Moshina adresi Qabodinda bo'ladi aziz aka-ukalarimiz. Ya'ni telefon qilib bemalol savdo qilaverasizlar. Moshina chot holatda. Tayinlovka dokument qancha? Moshina dokumenti ham oktyabrgacha, ya'ni tayinlovkani ham dokumenti oktyabrgacha srogi bor. Ya'ni moshina yaxshi holatda ko'rib turganlaringizda tavsiya qilaman. Aka-ukalarimiz so'nggi mashinamiz ya'ni Opel Ashka bo'ladi, ya'ni Opel Dutu bo'ladi. Ko'rib turganingiz ya'ni Aluminiy svitcha. Moshina adresi qayerda aka? Qabodin. Moshina adresi Qabodinda bo'ladi aziz aka-ukalarimiz, ya'ni balonlar sostoyaniyasini sizlar ko'rsatib o'taman. Balonning sostoyaniyasi gazeta 75% sostoyaniyada turibdi aziz aka-ukalarimiz. Xudo xolasa ichkari salonlar. Ichkari salonlar shunday iborat bo'ladi. Patologlar. Telefon nomer bormi aka? 93. WhatsApp qo'llanganmi? 93 831 1974. Narxini qancha deyapsiz? 45. Ya'ni mashinaning narxini 45 deyapti. Aytilgan nomerga bemalol telefon qilsangiz bo'ladi, promo telefon qilsangiz ham bo'ladi. WhatsApp ham bor. Mashina yaxshi holatda, aluminiy svitda bo'ladi ko'rib turganingizda. Ya'ni Opel Dutu bo'ladi. Biz dalsha davom etamiz. Aka-ukalarimiz ko'rib turganlaringizda Toyota Avensis bo'ladi ekan mana. Mashina shunday holatda, balonlar chotki, yana sakadiska dedi aziz aka-ukalarimiz. Mana. Bunday. Bo'ladi. Bokovoylar. Ichkari salonlar. Ichkari. Moshina qancha deyapsiz aka? 90 ta? Moshina 90 deyapti. Adres qayerda aka? Moshina adresi Havoskorda, ya'ni 90 ming Samon deyapti. Telefon nomer bormi aka? Ayting. 93 89 60 65. WhatsApp bormi? Yo'q, WhatsApp yo'q. Shu telefon nomeriga bemalol telefon qilaversangiz bo'ladi. Ya'ni promo telefon qilsalaringiz akani o'ziga tushasizlar. Bemalol savdo qilaverasizlar. Azar qilamiz. Moshina adresi Havoskorda bo'ladi. Ya'ni mana shunday svitda bemalol telefon qilaverasizlar azar qilamiz. Nomerni ko'rsa taniydi. Keyingi mashinamiz aziz aka-ukalarimiz Opel Sedan bo'ladi, ya'ni shampanskiy svitlamini ko'rib turganlaringizda mashina holatini ko'rib turibsiz. Mashina adresi qayerda aka? Mashina adresi Qabodinda bo'ladi. Narxi qancha deyapsiz aka? Mashina narxini 42 ming deyapti, ya'ni savdo qilasizlar aziz aka-ukalarimiz. Mana mashina shunday bo'ladi. Dokumenti qanday aka? Dokumenti bormi? Oktyabrgacha dokumenti bor. Mana hammasi. Tak, aziz aka-ukalarimiz buni ichkari salonni ko'rsatib o'tamiz. Bismillah. Ichkari salonlar mana. Salonlar chotki. Ya'ni avtomatik korobka bo'ladi. 97. Avtomatik korobka. 42 ming gapni yana muomalasini. 42 ming gap yana muomalasi. Telefon nomeri bormi aka? Ayting telefon nomerda. 93 402 96 99 raqamiga telefon qilsalaringiz shu akamizga tushasizlar. Ya'ni shu telefon nomeriga, ya'ni WhatsApplar ulangan aziz aka-ukalarimiz bemalol savdo qilib uni qilaverasizlar. Mashina adresi qayerda dedingiz?
Mashina adres qabulini aziz aka-ukalarimiz, xudo xolisa bitta mashina syomka qilamiz, ya'ni videomiz chiqamiz, uzun bo'lyapti.